Namanganda 11-sinf o'quvchisi unashtirilgan yigiti tomonidan o'ldirilgani aytilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Namangan viloyati Kosonsoy tumanida 18 yoshli 11-sinf o'quvchisi unashtirilgan yigiti tomonidan pichoqlab o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Bosh prokuratura axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, voqea 6-may kuni soat 8:30larda sodir bo'lgan. 28 yoshli fuqaro ismi qisqartirilgan N.M. rashk sabab unashtirilgan qizi ismi qisqartirilgan Q.I. bilan janjallashib, o'zi bilan olib yurgan pichoq bilan uning ko'krak va qorin qismiga bir necha marotaba zarba bergan. Og'ir tan jarohatlari olgan qiz shifoxonaga olib ketilgan, ammo shifokorlar uni saqlab qola olmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda janjalga bitiruv oqshomi uchun tiktirilgan ko'ylak sabab bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Rasmiy idoralar hozircha bu ma'lumotni tasdiqlamagan. Hodisa joyiga tezkor tergov guruhi chiqqan, daliliy ashyolar olingan va ekspertizalar tayinlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Hozirgi kunda tergov davom etmoqda. Navoiyda amma 40 million so'm evaziga kuyovini o'ldirishga qotillar yolladi. Navoiy viloyatining Zarafshon shahrida 54 yoshli ayol kuyovini o'ldirish uchun yollanma qotillar bilan kelishganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, yosh oilalardan birida yuzaga kelgan tortishuvlar kelinning ammasini g'azabini uyg'otgan. Dastlab u kuyovini aqlini kiritib qo'yishni rejalashtirgan, ammo keyinchalik uni o'ldirishga qaror qilib, 40 million so'm evaziga tanishi bo'lgan 2 kishini yollagan. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari suiqasd sahnasini tashkil etib, video tasmalarga muhrlab ayolga jo'natgan. Ayol videoni qabul qilib, kelishilgan 40 million so'mdan 2,3 millionini yollangan shaxslarning kartalariga o'tkazgan, ya'ni 2 million 300 mingni. Tezkor tadbirlar davomida ayol jinoyat ustida qo'lga olingan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Denovda kurash musobaqasida polvon pichoqlab o'ldirildi. Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi milliy kurash musobaqasida taniqli polvon Nizomiddin Cho'tboyev pichoqlanib vafot etdi. Aniqlanishicha, janjal polvonning o'g'li raqibini yengganidan keyin kelib chiqqan. G'azablangan shaxs Nizomiddin polvonga bir necha bor pichoq urgan. Shifokorlar ko'rsatgan yordamga qaramay, u shifoxonada vafot etgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi qo'lga olingan. Vafot etgan yurtdoshlarimizni oila a'zolariga Allohdan sabr tilaymiz. O'tganlarning joylari jannat, oxiratlari obod bo'lsin. Har qanday vaziyatda ham bu davlatda jinoyatga jazo muqarrar ekanligini unutmagan holda, hissiyotga, jahlga berilmasdan eng to'g'ri qarorni, eng to'g'ri yo'lni tanlash menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Chunki bizni noto'g'ri harakatimiz bir insonni hayotiga zomin bo'lishi va oilalarni parokanda bo'lishiga, o'zimizni esa umrimizni qolgan qismi panjarani ortida o'tishiga sabab bo'lishini unutmaylik.